Roblox lekin bugungi videoda biz Amirchi bilan birlikda o'zimizga yangi ferma quramiz. Juda ham katta ferma bo'ladi. Albatta bu o'zimiz uchun mevalarni, sabzavotlarni va eng zo'r narsalarni terib turib va o'stirib turib, ekinlarni olib turib, o'zlarini ularni bozorga olib borib chiqib sotamiz. Короче, bo'ldi, har doim videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga har doim randomli videoda, har bitta videoda randomli eshitib olgan daraja qo'shaman. Sizlar hamma daraja qo'shib, mana bunga o'ynamoqchisiz. Videoga like bosib, hamma kanalga obuna bo'lib, kommentlarni yozib qoldiringlar. Короче, endi boshlaymiz. Bu tekin emas ekan, bu pulli ekan. Короче, bo'lamanda ko'rgan bo'lsanglar, olma daraxti bor. Bu joydan olma bilan keyin apelsin ham bor. Olma apelsinlarni yig'ib turib, mana bu yerda sotaman. Ko'rgan bo'lsanglar, mana shu yerda sotaman. Bu yerda pullarni yig'amiz. Keyin mana bu yerda mana yana apelsin bilan yana gashir narsasi bor. Gashirda o'stiradigan narsa bor. Poliz bor. Mana shu yerda polizda gashirda o'stiraman. Carrot seed ki mana bu yerda bu nima edi? Carrot nima edi? Ha, bu sabzi, carrot sabzida. Mana sabzilar o'syapti. Hamma sabzilarni olganimizdan so'ng buni ekinini olib, sabzilarni bozorga sotishga olib chiqamiz. Qani tezlash, vaqt o'smadi. Hammasi o'sib bo'ldi. Endi bularni bozorga olib chiqib sotamiz. Yaxshi. $410 pul yig'ilibdi, zo'r. Bu yerda olmalarimiz ham tayyor bo'libdi. Olmalarimizni ham olamiz. Biz reverse qilsak ham bo'lar ekan, bo'ldi. Hozir reverse qilmasdan oldin produktlarimizni qo'yib olamiz. Mana bu yerda reverse nima kerak? 1 kap pul kerak ekan. Bo'ldi, upgrade qilamiz. 1 kap pulimiz bor endi bizani. Mana soqqalarni yig'amiz. 15 ga kerak ekan bizani marketingimizni, bozorimizni kuchaytirish uchun. Endi biz nima qilamiz? Carrot seed bular 3 ta gashirda ekamiz. Keyin mana bu yerga shopga o'tib turib, bu yerdan o'zlarimizga yo anaqa urug' olsak bo'ladi yoki anaqa building. Ya'ni biz poliz olamiz, poliz. O'sha polizga keyin o'zlarimiz ekinlarimizni ekishimiz kerak. Lekin bizga pul kerak bunga albatta. Shopga o'tamiz, endi polizga o'tamiz. Bitta poliz olamiz va ekiniga biz nima ekamiz. Demak, bu yerda $30 ga bunaqa carrot seed bizga bu kerak emas. Bizga ko'proq nima kerak? Bizga stokda nimalar bor? Bizga 50 tadan 4 ta olamiz, fermaga o'tamiz. Mana uni mana bu joyga joylashtiramiz. Tang ettiramiz. Yaxshi. Endi olma daraxtini ekamiz, 4 ta olma daraxti yana bizda bor. Endi darsi nima qilamiz? Endi bularni ham o'sishini kutamiz. Keyin biz hammasini o'pishib poliz olamiz. Ularni ham yig'ib olamiz. Yaxshi. Bu yerda ham sotamiz. Tezroq. Klientlar juda ham ko'p bizda, lekin produktlar kam bo'lyapti, chunki bizning hali daraxtlarimiz, narsalarimiz juda ham kam, ekinlarimiz juda ham kam. Mana o'sha sotilib bo'ldi mana pashti. Yaxshi, yangilar keldi. Pullar yig'ishni kutyapmiz. Zo'r, pullar yig'ilsin. Nima? Bermadi-ku. Bilmadim, olgan bo'lsam kerak. Короче, mana undan bitta olamiz. Qolganiga esa ikini olamiz. Qanaqa nima olamiz? Common. Mana undan bitta olaveraymi yoki? Mana shundan bitta olaman. Fermaga qaytamiz. Mana yangisini bu yerga joylashtiramiz. Dang. Yaxshi. Orange esa bu yerga ekamiz. Yaxshi. Buni ham olamiz. Kimni? Vazammi? Sen oldin o'ynab qo'yding-ku buni. O'ynamaganmiz. O'ynagansan kukut. Mana sotsam endi qancha pulimiz bor? $480 bor. Ayda paklar bor ekan. $700 pulim bor. Gapmi menga? Qanaqasini olamiz endi? Reverse level 2 qachon level 2 bo'lamiz? Qani bizga mana undan keyf. Mana bu yerda asalari daraxti bor ekan, o'shandan ham o'sib bo'lar ekan. Asalari daraxti hozircha olmaymiz. Demak, bu yerda hozir biz oladigan narsamiz tomato seed, keyin bunaqa olma daraxti. Fermaga qaytamiz. Mana uni 2 tani yana ekamiz. Bu yerga ko'rinmas ekan. 2 tani bu yerga qo'yamiz unda. Dang. Bu yerga dang etamiz. Zo'r. Mo'ladan olmalarni yig'ib olamiz. Daraxtlardan tez daraxtlardan yig'ib olganimizdan so'ng endi sotuvga qo'yamiz. Qomadimi? Bo'ldi, qolmadi. Mo'lalarni yig'ib olamiz. Apple seed tiqamiz, bu yerga tiqamiz. Boshqasi qolmadimi? Produktda building seeds. Mana tomatoniki bor ekan. Tomatonikini ekamiz. Tomatoniga qaytga ekamiz, betga. Betga bekdi. Yaxshi, qolmadimi? Tomato ham qolmadi, bo'ldi. Endi polizni yana yig'ib olamiz. Olmalar tez o'sar ekan, olmalar nisbatan zo'r ekan. Yaxshi, tomato, pomidorlar ham bizda tayyor. Pomidor ham bozorga chiqadi. Bolalar kelib qoldilar, bizda pomidor ham bor endi. Pomidor ham biz sotadigan bo'ldik. Yaxshi, bularni ham olma bilan orange yana. Bularni ham qo'shib sotamiz. Yaxshi, $214, $1000 pulim bor. Qani endi bu yerda nima olsa bo'ladi? $2000 ga asalari daraxtdan olsa bo'lar ekan, qolgan pulga nima olsa bo'ladi? 400 ta tomatoni olamiz bolalar. Keyin uni 2 ta olamiz. Farmga o'tamiz. Nima yozding? Ha. Samuray bot man asalarini oldim. Ha, sizda yo'q. Dalib bo'yapmiz, ha.
Bu ikkalasini bitga qo'yamiz. Oranjni ham qo'yamiz. Bir qachib turadi dalbayib. Pomidorlarni olamiz. Hamma olmalarni yig'ib olamiz yana. Yaxshi, asalari daraxtini ham olishimiz kerak. Hozircha $500 pulimiz bor. Bozorda hech nima qolmabdi-ku. Bular vaqti tez sotib olar ekan bor-ku. Tez sotib olar ekan bor-ku. Davay, tez. Mana pomidorlarni ham qo'yamiz sotuvga. Ketma-ket produktlarni olib borishimiz kerak, chunki produktlar tez tugab qolyapti. Yaxshi, bularni ham qo'yamiz. Davay, olmalarimiz o'sha o'sib chiqdi. Zo'r, olmalarimiz chiqish boshladi. Olmalarni ham endi sotib o'ramiz darchi. Davay, tez yig'ib olish kerak-da bularni hozir. Mana bu ham oranjni ham sotib o'ramiz. Bozorga olib kelib qo'yamiz. Tez. Uy, qancha pul bo'lib ketdi? 1.3 ga bo'lib ketdi. Mana yig'ib olamiz. Hozir to'xtabdi, Zaybar bilan seryozni ish qilyapman. Hey bot. Tupoy miya bot deysanmi? Basharani yoramiz. Basharani yorib tashlayman ukam. O'yin qo'ysam. Day bola, olmalarni yana bitta yig'amiz. Olmalarni hammasini yig'ib oldik. Zo'r. Mana bittasi qolib ketmasin. Olmalarni yig'dik. Bularni ham sotuvga qo'yamiz. Joy qolmadi-ku. Tezlashib ketdik-ku, вообще. Endi joy qolmay qolyapti. Qancha 2 k pulimiz bor. 2 k ga emas, shopga boramiz-da, endi asalari daraxtini ekishimiz kerak. Buni qattiq eksak bo'ladi valla. Buni ekadigan joyimiz bor o'zlarimiz mana. Bu yerga ekamiz. O'zi asal ishlab chiqarar ekan bu asal. Buncha zo'r asal ishlab chiqarar ekan. Produktlar, yangi produktlarni qo'yishimiz kerak. Hozir produkt qolmadi bu yerda. 3 dona asalini qo'yibdi. 43 ta sanakimi? 43 kilogramm to'poy 43 dona emas. 43 kilogramm. Birinchi sinf bali alashtirma qilmaysizlar, eshitmadi, tushunmaydi, to'poy miya. Kalasi ishlamaydi. Tekinga pul berar ekan mana bu yerda. Yaxshi. Mana yig'ib olamiz yana. Davay, asallarni ham sotuvga qo'yishimiz kerak. Ko'proq asallarni sotuvga qo'yamiz. Hozir 10 kilogramm bo'lsa sotuvga qo'yamiz. Kilogrammini qanchadan sotamiz? 10 ga? Yo'q-e. Biznes-ku. Davay, mana hozir yig'ib olaylik. Davay, sotuvga qo'yamiz. Yana bozorga olib keldi yangi produktlar. 1.3 ga pulimiz bor. Qani endi asalarini hozir ko'ramiz bola. Asalarini qancha berar ekan? Oppa, 11 kilogramm asalar. O'y, bular buni qaranglar zo'rligini. Qo'yamiz. Davay, qancha pul qilar ekan endi bizada? Mana hammasini yig'amiz. Qani 10 gadan bergan? Aldaysan mana iban. Aldaysan-ku Sardor. Bozorda hammasini yig'ib oldik. Asallarni sotildi. Qancha? Nexam pul bermadi-ku. Pul bermadi-ku. Biza ikkinchi level bo'lishimiz kerak yoki upgrade bo'lishimiz kerak. Texnologiya betga nima kerak? Chicken ko'p kerak bizga. Tuxumchalarni o'stiradigan aniq qilishimiz kerak. Nima edi bu? Tovuqlar anusi. Uy, mutatsiyali bo'lib ketdi-ku hammasi mana ular. Tovuqlarni, tuxum tug'adigan tovuqlarni olib kelishimiz kerak ekan fermamizga. Qancha? 25. Qo'ying-ku, ukam. Produktlarni qo'yamiz. Bular bolalar mana ular nima energiyalar juda ham zo'r energiya beradi, ham ko'p sizlarga yetadi. Shuning uchun bular qimmatroq bo'ladi, chunki bular juda ham zo'rroqlardan kanallashidan 2.7 ga yana 5 ga pulimiz bilan yana yig'ib olamiz. Asallarini ham sotuvga qo'yishimiz kerak. Yo'g'olbetdan stok refill stok keldi. Mana qo'yamiz. Sotuvga yangi produktlarni qo'yib yuboramiz. Zo'r. Endi shopga boramiz. Bizdan qancha pulimiz bor? Qanaqa secret? Upgrade required deyapti-da. Mana ochish kerak. Bu yildingdan biz nima? Hozir menga tuxum qurish kerak, lekin buni ochish uchun biz upgrade qilishimiz kerak-ku. Upgrade. Mana upgrade qildim. Reverse qildim. Zo'r bo'ldi. Qolgan pullarni endi produktlarni sotib, qolgan pulga endi kuchaytiramiz bo'ldi. 7 kilogramm asal bor, 7 kilogramm asalni ham sotib olamiz. Nima? Tovuq. Mana tovuq anish ochishim kerak-da. Ana shu uyni qurishim kerak. Unga qancha pul kerak unga? 5 ga kerak ekan. 5 ga yig'amiz. Hozir yig'ib tashlaymiz bo'ldi. Olamiz. Qani, yerin $25,000. Robux donat qilsam ekan bo'ldi. Qancha bola hozir Robux donat qilamiz, keyin ko'ramiz. Juda ham tez kuchayamiz hozir. Robux donat qilaman bo'ldi. Bo'ldi, Robux donat qildim hozir. Robux keldi. Nima olamiz? 2x double fruits. Yo'q, bu kerak emas bizga. Bizga yaxshiroq narsa kerak. Nima bo'lsa bo'ladi demak. Small seed pack deyapti, yana bir nimalar. Bizga mana starter pack kerak, starter pack. Mana shuni olamiz vallahi $25,000 bilan 10 ta blueberry seed banan va mana bu blueberry o'stiramiz. Uy, buncha zo'r. Endi blueberryni tashlaymiz mana bu yerga. Yaxshi. Bu yerda bananniki ham bor vallahi. Uy, ikkilar, voy bilan
Biz qaramabmiz-ku polizga bolalar. Bozorga qaramabmiz. Klientlar qochib ketmas yana bozordan. Bozordan klientlar qochib ketmas yana. Bular kodlar bular tovar chiqarmay qo'ydi deb. Mana hozir yegulikga chiqaryapman. Qishlog'imiz och qolmasa bo'ldi. Mana olib keldim. Da, yaxshi zo'r. Mana yig'ib olamiz. Aha. O blueberrylarimiz o'sib bo'ldi. Voy, bunisi boshqa gap. Blueberrylarni sotuvga chiqaramiz hozir. Hamma olmalar yig'ib chiqaylik-da, bularni sotuvga qo'yib qo'yamiz. Olmalarni yana yaxshi olmalarni yig'dik. Oranjlarni ham hammasini zo'r. Qani mana ular o'sib bo'libdi mana. Bularni ham olamiz. Hozir mana ikkalasi ham o'sadi. Day. Qolganlarni sotuvga qo'yamiz. Zo'r. Hamma sotuvga qo'yildi. Mana blueberry endi ko'proq pul berish kerak. $5000 ga hozir aniq qilamiz. Day, shopga o'tamiz. $5000 ga bizga mana chikkendan quramiz. Chikkeni ko'pdan ikkita quramiz o'zi ham. Ketdi bolalar. Buildingga o'tamiz. Chikken ko'pdan esa ikkita quramiz. Buni aylantirib bitta qilib qo'yamiz. Yaxshi, bitta buni, bitga buni. Vo, bunisi boshqa gap. Endi tuxum ishlab chiqarishadi bular. Tuxum sotamiz. Albatta bular tuxumchalarni sotib olib, mana daraxtlarda hozir olmalarni yig'ib olishimiz kerak. Ha, blueberrylarni ham, keyin asalni hali ko'proq yig'ilsa, asal kam yig'ildi hali. Zo'r. Hammasini yig'ib oldik. Yana pomidor azgincha, manalarni ham azgincha olamiz, oranjlardan. Zo'r. Yana bu yerga sotuvga qo'yamiz. Starter pack oldim. 2x nima bu? Double fruits. Mana shu olamiz. 20 double fruits qilib beradi. 25 ga pul berdi yana. Bunisi boshqa gap. Yana $1000. Nima? Shopdan. Oppa. Nima, reverse qildim. Shopdan oldim. Shopdan ikkita tuxum quradigan narsa oldim. Qanday? Mana. Na, unda bor. Sana zona shuni normalniy-ku. Rubuxga o'qimasang ham. Stok refill. Stok keldi, stok. Notga tiqamiz. Obunachizlaringiz siz buildingga o'tamiz. Mana ko'proq olishimiz kerak. Pulim yo'q-ku meni. Fay bilad. Jinnikan-ku bu. Ko'p o'tamiz. Mana olamiz. Yaxshi, firmaga o'tib, endi buni kuchaytiramiz amal berlarda. Dang. Serverim to'lganmi? Voy tupoy. Nima chiqib ketding? Yebammisan? Tadboyib, mana qo'yamiz. Sig'mayapti-ku. Nima sig'di? Hozir. Mana qish qo'yib yuboribman o'shanda. Oldi. Qish qo'yib yuborib, to'g'rilab qo'yib, chiroyli akkuratniy mol bo'lik. Mana. Bananlarni ekamiz. Bananlarni ekamiz hammasiga. Yaxshi bananlarni ekdik. Bolazash ko'paydi. Tuxumchalarni yig'ib olamiz. 32 ta tuxum bor. Qolganlari ham 30 kilogramm asal. Bularni ham olamiz. Keyin biz bozorimizni kuchaytirishimiz kerak 15 ga. Shundan kuchaytirganimizdan so'ng, bunisi boshqa gap. Buni qarang, poliz olishimizni. Oy. Tuxumlarni yana yig'ib olamiz. Oppa, yaxshi. Hech nima qolmadi. Bizda mayli. Shuncha tovar olib keldim sizlarga. Yo'q biladi. Mana blueberry ham bor, bittasi sotib olsanglar. To'xtab shopdan pul olsa bo'larkan, pul sotib olsang. Bu nima? Best production custom rush. Bu nima bu? Oxirda. To'xtab turasiz. Custom rush, Elifos customer. Oxirda. Hozir to'xtab, zaynab qilding. Oxirda. Bu nima bu? 25 Robuxga 25 yonsa bo'larkan. 44 Robux. Ko'p emasmi bu? O'zi menga qancha kerak? Men nima olmoqchiman hozir? 15 ga. Bu nima edi? Bu 15 ga nima olmoqchiman? 15 ga men olmoqchiman, to'xtanglar. 15 ga mana olamiz, 12 Robuxga mana shu olib qo'yaveramiz. Ya, az puling oldi, ikkangga ko'pdi. Hop, yaxshi. 2 kanallar, ana, bozorimiz kattaytiramiz. Bunisi boshqa gap. Bozorimiz katta edi. Endi bularni hammasini yig'ib olamiz tez. Zo'r, bularni yig'amiz, buni ham yig'amiz, buni ham yig'amiz, hammasini yig'ib olish kerak, qarang. Davay. Endi qolganlarini ham, bananlarni ham yig'amiz. Qancha pulimiz bor? 1.5 ga pulimiz bor bizning. 2 ga pashti. Tang, bozorga qo'yamiz. Yaxshi, bozorga sotib zo'r ketyapti. Endi bizga shopda yana Robuxga sotib bo'ladi. Boost production applies to all production assets lists. Mana olamiz, keyin buni olamiz. To'xtab tur, gapiraverma Zaynab. Bu ko'p sotib oladigan ular keladi. Klientlar keladi. 10 ta 12 ta Robuxga yana anadan olamiz 10 dan. Zo'r, Robuxim qolmadi-ku. Mayli, necha bolalar. Polizlarni yig'ib olib, 7.5 ga pulim bor, 7.5 ga. Yo'q, bilad. Day. Mana shu tovarlarimiz tugamasidan oldin yangi naslni olib borishimiz kerak. Mana mutatsiyalar bolalar. Mana mutatsiyalarim. 11 ga pulim bor. Voy,
umrga yig'vordi. Qani shopga boramiz. Biz reversimiz qanchada 50 kdga kelgiriyoruz. White bill bilan banana seed. Bu Robux kerak 35 ta Robux kerak ekan. Yih bile. Qilamiz, короче, hayvon sotuvchi biladimi? Hayvon nima qiladi? Bu nima? Bu so'ylar ekan. Tekinga 100 ming dollar deyapti. Ye? 79 Robux ekan. Vay, çok da zor. Animal Area sotib olamiz 5 ga. Sotib oldimmi? Ye, sotib olib bo'lmayapti-ku. Ye? Qotib qoldi bu. Mana, o bitta oldim. Endi bizga sut sotishimiz uchun anas olishimiz kerak. 2 ga pul kerak. 2 ga bor. Shopga o'tamiz. Endi biz mol sotib olamiz. Mol sigir sotib oldik. Sigirni esa betga qo'yishimiz kerak. Undan oldin mana bu yerda kattaytirishimiz kerak. 5 ga pul kerak. Qolmabdi-ku bizani. Bilyapsiz, narsa qolmabdi, tayyorlar. Ovqatlarimiz qolmabdi, yeguliklar. Klientlar ketib qoldi. Aslarini ham olamiz. Hammasini olamiz kerak chos. 36 tuxum bor. Yaxshi, 36 tuxum bananlarni ham yig'amiz. Bananlarni yig'ib, mana. Bu bananlarni ham yig'amiz. Da, keldi bo'ldi. Hammasi keldi. Bemalol olsanglar bo'ladi, sotasanglar bo'ladi. Kelinglar. Oy, 1,5 go'jimi? Biznes. Mana sotamiz. Yaxshi. Patlatdi. Amir chivasda patlatdi. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz tanamizni. Voy, buning ichiga esa molimizni qo'yamiz. Oy, bu endi bizga dalboyib, nima gap gapirma. Sut beradi, chiqqan sutini sotamiz. Demak, tuxumlar ham keldi bizga yangi tuxumlar. Yangi sveji tuxumlar mana damashli tuxum. Bilan 13 kilogramm asal ham bor. Qolganlari yana olmalar yana mana. Olmalar, ekinlar. Biz o'sha tugab qopdimi? Baqqa nima bular? Faqat yeb ichibdimi narsalarda biladi. Jinni bo'lib qolaman hozir. Qani tez yig', tez manalarni ham yangi o'sgan o'simliklarni ham olamiz. Davay, mana ham yaxshi. Mana ham tez hammasi yig'amiz. Bananlarni ham, tuxumlarni ham olamiz. Sveji tuxumlar ham bor mana. 7 kilogramm asal ham bor. Asal ham yig'ilsin. 10 kilogramm bo'lsa asal qattiq davay oz. Uji qolmabdi bozordan. Voy bilet, nima qilyapti bular? Faqat yeyaptimi bular uyda? Oy, shuncha narsani yetkazib berish o'zi bo'lmayapti. Shopga boramiz. Bizga ko'proq anavi ekishimiz kerak. Shunda bizga ko'proq nima kerak? Fermaga boraychi, fermada joy qoldimi bizda? Joy bor hali. Demak, shopga o'tamiz. Bu yerda nima olamiz endi biza? Yo'q, uni olmaymiz. Biza mana nosi bo'lib Blueberrydan yoki Korindan olamiz, 2 tani. Mana bu yerdan 3 ta olamiz. Yaxshi. Qolganiga buildingdan mana 2 ta olamiz. Keyin chicken crop olamizmi? Ya'ni chicken yoki bundan kerak emasmi? Yo'q, bundan kerak emas. Dekor nima? Dekor. Bu dekor nima? Bular kerak emas bizga. Fermaga o'tamiz. Biz soqqa bilan shug'ullanishimiz kerak. Dekoratsiya bizga kerak emas. Mana ekamiz, day. Ketdi. Hammasini ekishimiz kerak. Mana bu yerdan ko'proq aniq qilamiz yana. Bularni mana bu yerga. Mana qiyshaytirib qo'ydim. Ol buni. Mana joyli qilib yasab qo'yamiz. Yaxshi. Buni ham. Endi day. Tuxumlarni olamiz. Tuxumlarni, bananlarni ham yig'amiz. Bularni ham olamiz. Bularni ham yig'amiz. Hammasini yig'ishimiz kerak. Bularni ham yig'amiz. Soqqalarni ham, pomidorlarni ham yig'amiz. Manalarni ham, makkalarni ham 20 kilogramm asal bor bizda. Qolganlarni ham yig'amiz. Hammasini yig'dik. Bitta nima qoldi deyim bolalar. Mana tuxumni yana olamiz. Keyin bitta sut qoldi. Sut qancha yig'ibdi? Sut 21 litr sut yig'ibdi. Yaxshi, bunisi boshqa gap. Sotuvga qo'yamiz hammasini. Dang. Sotuvga keldimi? Daston sotuvga keldik. Hammasi zo'r, cho't ketyapti. Shopga o'tib, endi yana nima olamiz? Seed. Blueberry'ni olsammikin yoki strawberry. Strawberrydan 4 ta olamiz. Fermaga o'tamiz. Bu krupni ham kerak. Krupni ham oladi albatta odamlar. 4 tasini ham ekamiz betga. Bo'ldi, bunisi boshqa gap. Hamma pozdan yana yig'ib olishimiz kerak. O'sha bular sotib oladi. Hammasini sotib oladi o'zlar. Hech nima qolmaydi hozir. 10 kilogramm asaldan olamiz. Oy! 2x tez o'sar ekan endi narsalarimiz. Yomg'ir yog'ibdi bolalar. Yomg'ir yog'ayotganda mutatsiya bo'lgandek bo'lar ekan. Oy, tez o'syapti mana bananlarimiz, tuxumlarimizni olamiz. Tuxumlarni yig'amiz tez. Yaxshi. Manalar ham o'sib bo'libdi. Voy, bela zo'r. Nima olamiz? 4 kilogramm asaldan ham olamiz. Yana olmalar. Voy, tayyor qolmadi. Day. Qo'y. Uy, vaqtida keldi tovarlar, yangi tovarlar vaqtida keldi. Vaqtida keldi. Qani tuxumlarni ham olamiz.
Mana blueberrylarni olamiz. Tez yaxshi zo'r. Mana bu yerda pomidorlar ham o'sgan. Tez pomidorlar, polozni tez yig'ishimiz kerak. Короче, Olam yig'amiz, bularni ham yig'amiz, 6 kg asalni ham sotamiz. Hamma narsani sotib olish kerak, hech nima qolmaslik kerak. Bu yerda bananlar o'sibdi yana. Voy, bilaman, mana buncha tez o'syapti. Tuxumlarni yaxshi, sut bormi? Sut ber. 12 litr bor. Necha bo'ladi? Normalniy. Davay. Oppa, olinglar. Ketma. Tugamasdan olib kelyapman mana. Olinglar, to'ldirib tashladim maxshi. Yana olib kelaman, xohlasanglar mana. Yana olib kelamiz, 7 kg asal olamiz. Davay, qolganlarni olamiz. Tez. Qimmatroq narsa ekish kerak-da, bola, qimmatroq. Shunda unaqa tipilchilab unaqa yig'ib o'tirmaymiz, lekin kam yig'sak ham juda ham ko'p pul kiradi, qimmatroq narsa olamiz. Mana tuxumlarni yig'amiz, yaxshi. Sut hali kiymadi bola, albatta, sut kiymaganligi aniq. Mana tugaguncha mavlarni yig'ib o'ramiz, easy. Davay, 6 kg asal, mana ular yana. Davay, polozlarni 2 marta o'zi yig'ib oldik. Bunisi boshqa gap, ma'nolarni yig'amiz. Bunisi zo'r bo'ldi. Davay, zo'r. Qani produktlarni olib kelamiz, yangilarini. Uy, o'zida yana 5 ga pul yig'ildi. 4 ga 40 ga pulim bor. Endi 50 ga biz reverse qilishimiz kerak. Yana 10 ga bo'lsa biz reverse qilib olamiz bo'ladi. Davay. Ma'nolarni yig'amiz yana tezroq. Tugab qolmasdan oldin polozlarni olib borishimiz kerak. Yana bu yerdan, yana bularni ham olamiz. Qani bu yerdan bananlardan stok keldi, yangi stok keldi. Tuxumlarni ham sotamiz. Ichida jujular bor, mayda jujular bor ekan. Yaxshi. Molamiz qancha sut yig'di? 20 litrmi? Shunaqa sut yig'ibdi yana. 5 ga pulni olamiz. Yana 10 ga bo'lsa, atigi reverse qilib olamiz bolalar. Men produktlarni joylashtirib olamiz, sotilguncha bular molani yig'ib turamiz shungacha biz. Yaxshi, общий qilib hammasini yig'ib olamiz. 8 kg masalan bor bizda. Mana ularni yig'amiz. Yig'ib tashlab bo'ldi. Men tezlikdan menga yetadigan yo'q bolalar. Mana yig'ib olaman dashi. Yana tuxumlar kelibdi, hamma tuxumni yig'ib olamiz. Hali produktlar tiqilib yotibdi bu yerda. Bular sotilguncha men yana bir qo'l polozni bemalol ekinlarni yig'ib olsam bo'ladi. Day, yomg'ir tugaganga bular slabi o'syapti, mayli necha ish qilsa. Tuxumlarni olib turaveramiz mana 3 ta tuxumlarni olyapmiz. Sut 5 litrmi? Sut paydo bo'libdi. Yaxshi. Produktlar o'zi kamayibdi, normalniy kamayibdi. Hoppa, bunisi boshqa gap. Demak, 11 kayimiz bor. Upgrade qilamiz. Bunisi boshqa gap. Bizga yangi narsalar ochildi. Yangi qulayliklarimiz bor endi bizlarni. Hammasi yig'ib olib turib, bularni yig'ib turib, nagga narsalardan olamiz. Qani, bularni qilamiz. Yaxshi. Mollarni ham yig'ib olamiz tezroq. Zo'r. Mollarni ham yig'amiz. 6 ta ek. Sut bormi sut? Ichida 4 litr. Juda ham kamda, lekin 4. Ko'proq olib qo'yishimiz kerak. Mol olib qo'yishimiz kerak, ya'ni sigirni keyin sutini ko'proq olamiz shunda. Qani, tovarlarni qo'yamiz. Yaxshi. Bitta orange qoldi, qo'yilmagan. Shopga o'tamiz. Animalga o'tamiz. Betdan bizda echki ochildi $30,000 ga. Lekin bizga hozir ko'proq nima kerak? Bizga ko'proq nima? Banana daraxti, pumpkin seed bor ekan. Pumpkin seeddan 3 ta olamiz. Fermaga o'tamiz. Bu 3 talasini ham ekamiz. Qaytga. Mana bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta epamiz. Bo'ldi. Qolganlarini endi aniq qo'ramiz. Bo'ldi. Ikkilarni yana olamiz, yig'ib 11 tadan tuxumlar yig'ilibdi. Yaxshi. Qovoqlar ham tayyor. Qovoqlar bizda. Yangi biznes bo'ldi. Bemalol qishloqdagilar bizga qovoq olgani ham kelishi mumkin. Endi bizda qovoq ham sotiladi. 9 ga pulimiz bor. Hozir bundan yig'ib olib o'zimizga sigir sotib olishimiz kerak. Davay. Buni olamiz, buni ham olamiz. Hammasini yig'ib olamiz. 17 kglik asalimiz bor. Asalni ham oldik, juda ham zo'r. Mollarni ham qilamiz. Demak, mana tiqamiz qolgan narsalarni hammasini. Hoppa. Yaxshi, pashti to'ldi. Shopga to'lamiz, animalga kirib, yoki $30,000 ga anaqa narsa olsam yaxshiroqmi? Produce goat milk. Nima olsam, sigir olaymi yoki buni olsam ekan? Yaxshi, 30 ga yig'ik, nagini olamiz. Ketdi. 30 ga shuni kutishimiz kerak. Mana tuxumdan sotib turamiz ko'proq. Mollarni ham olamiz. Qancha sut yig'ding? 14 litr sut bor. Sutni ham sotamiz. Tez. Sut so'ragatoda o'zi qishloqdagilar. Atak men normalniy firma qurib qo'ydim. Amirchik uka, saniki Chichoration Corporation bo'lib yotibdi buning yonida. Mana 13. Nima? Robux? Nima qildi Robux bo'lsa? Undan kuchli qilib olmaysanmi sen? Davay. Hammasini yig'ib oldik yana. Mo'yni ham yig'amiz. Davay hozir produktlar qolmaydi. Ozgincha qolibdi-ku bozorda. Tez yig'ik. Davay. Yaxshi.
Sutdan olib qo'yamiz. 4 litr yana. Chalkamiz. Voy, qolmabdi-ku. Hozir olib boraman. 1 minut. Mana shuni yig'ib olay. Hozir olib boraman. Mana bo'ldi. Olib boryapman mana. Tuxumlarni ham yig'ib olamiz. Mana shu tuxumlarni ham yig'dik. Zo'r bo'ldi. Pomidorni ham yig'dik, bo'ldi olib boraman. Mana pomidorni ham yig'dik. Molarni ham bir qo'l yig'ib olay yana. Yana bir qo'l. Xudoy, zo'r bo'ldi. Qolganlarini produktlarni bo'ldi joylashtiramiz hammasini. Polностью to'ldiramiz hozir. Yaxshi, bitta yetmas ekan. Mana necha? Yana 15 ga 30 ga bo'ldi pulimiz cho'pga o'tib, endi biz yangi echkini ham olamiz. Yaxshi. Echkini ham oldik. Bunisi boshqa gap. Fermaga tiqamiz. Hoppa, echki ham endi bizga sut beradi. Короче, bolalar, shu joyda men videoni yakunlayman. Ko'rganingizda fermani vaqt tashqi qilib tashladik. Mana ko'rdinglar o'zinglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyin videoda albatta ikkinchi qismini chiqaramiz. Ferma bundan kattaroq qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.